Assalomu alaykum. Agar siz kvartiradan charchab, o'zingizni hovlingiz, o'zingizni darvozangiz bo'lishini xohlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Videoni oxirigacha ko'ring, oxirida narxini aytib o'taman. Narxini ko'rib shoshib qolmasangiz bo'ldi. Bizda qanaqa bir chekka hududda joylashmagan, mahallani ichida, aholining ichida qurilgan. Yo'lini ham e'tibor beradigan bo'lsanglar, asfalt ko'cha. Undan tashqari shundoq kirib kelishinglar bilan yonida mashinalar uchun parkovka qilingan uy bo'lsa bir chiroyli ko'rkam bo'lib joylashgan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Sergeli tumani Xonobod mahalla Beruniy ko'chada joylashgan. Undan tashqari maktab, bog'chaga ham 100-200 metr, metroga ham shu yoqdan 500 metr. Uyga kirib kelish bilan 6 ta xonadon joylashgan. Uylarimiz 2 qavatdan iborat. 4 ta bir-biriga qarab turgan xonadonlarimizni kvadrati 120 kvadratdan. Undan tashqari eng chekida turgan 2 ta xonadonimiz 135 kvadratdan iborat. Uylar to'liq pishgan g'ishtdan qurilgan. Undan tashqari xonalarini ham chiroyli neoklassika minimalizm qo'shilgan holatda chiroyli dizaynlar bilan qilingan. Hozir birinchi uyimizning ichiga kirib obzorni ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib turibsizlar, darvozasi ham qalin metaldan ishlab chiqilgan. Darvozaxonasiga kiradigan bo'lsak, keng maydon, bitta mashina bemalol sig'adi. Uzunasi 8 metr yo 8,5 metrdan iborat. Undan tashqari bu yoqda elektromobil uchun ham zaryadga qoldirib ketilgan. Darvozadan to'g'ridan kirib kelishda bu yoqda podolimiz bor. U yoqda sklad qilib ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari kerak emas buyumlar, balki hech bo'lmaganda bankalarni shu yerga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi sizlarni ichkaridagi xonalar bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Kirishinglar bilan shunaqa hol quti oladi. Pastimizni o'zida, birinchi etajni o'zida 3 ta xona bor, ya'ni bittasi oshxona, ikkitasi zal, spalnidan iborat. Bu yoqda kirganimizda chap tarafda oshxonamiz bor, tashqaridan bemalol kelgan odam ko'rib tursa bo'ladi. Shunaqa tayyor dizayn, ya'ni kuxni nabor qiladigan bo'lsanglar ham kafelar yopishtirib tayyor qilib ketilgan. Patologlar ham e'tibor berishingiz mumkin. Oddiy lyustralar emas, neoklassik stildagi lyustralar ishlatilgan. Bu yoqda kirishinglar bilan o'ng tomonimizda zal bo'lib, buni bu yoq ham keng qilib foydalanilgan. Bu yoqda ham chiroyli lyustralardan iborat bo'lib, minimalizm neoklassik stilidan foydalanilgan. Bu yoq tomonimizda ham chiroyli spalni, agar yosh kattalarimiz bo'ladigan bo'lsa, birinchi etajga ayni spalnida ular uchun qilib berganimiz yaxshi. Kirishimizda shunaqa bir sanuzul bilan joylashtirganmiz, ya'ni joydan ekonom qilgan holatda общий sanuzul joylashgan. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsa, zinalariga ham chiroyli e'tibor berasizlar. Chiroyli lyustralardan foydalanilgan. Ikkinchi etajga chiqqanimizda bizda yana hol quti oladi va birinchi bo'lib chap qo'limizda общий sanuzul joylashtirilgan. Bu yoqda sanuzulimiz keng, bemalol katta oila uchun foydalanishga ham mo'ljallangan. Undan tashqari bu tomonimizda yana bitta xonamiz bor. Talabdan kelib chiqib spalni yoki detskiy qilib foydalansa ham bo'ladi. Asosan yotoqxonalarimiz ikkinchi etajga moslashtirilgan. Xuddi shunaqa bu tomonda ham spalni uchun joylashtirilgan. Agarda o'g'il qiz alohida farzand bo'ladigan bo'lsa, o'g'il uchun alohida, qiz uchun alohida bitta spalni detskiy qilib bersa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi va eng zo'r tomoni to'g'rimizda keng zal qilganmiz. Buni qaranglar, ranglari ham bir chiroyli, ko'zni qamashtirmaydigan ranglardan foydalanilgan, lyustralari ham, chiroqlari ham shunga yarasha chiroyli qilingan. Remontiga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bitta qaranglar, eshiklarning o'zi ham oddiy eshiklardan emas. Ya'ni toza MDF eshiklardan foydalanilgan. Undan tashqari aboylari ham однотонный aboylar, zamonaviy materiallari yaxshi aboylardan. Kerak bo'lsa plyunslargacha MDF plyunslardan foydalanilgan. Asosan uy qurib sotadiganlar oddiy remont qilib sotadigan bo'lsa, biz haqiqatan o'zimizga qurgandek qilib shunaqa chiroyli uylarni qurganmiz. Uyimiz to'liq to'pli poldan iborat. Undan tashqari buni sekret qilib, ko'rinmaydigan qilib yopishtirib ketganmiz, qo'yib ketganmiz. Uylarimizni ko'rib turgan bo'lsanglar, ozgina tozalash ishlarigina qolgan xolos. Uylarimizda to'liq patqulich holatda topshiriladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 107 mingdan boshlanadi. Agar uyimizni kelib ko'rmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir savolingiz bo'ladigan bo'lsa, pastda joy qoldirganmiz, o'tib ma'lumotlaringizni yozib qoldiring. Operatorlarimiz bog'lanib, to'liq ma'lumot berishadi.